Hürmetli vatandaşım, leksiyimizi davamlaştırıyoruz. Ahırkı leksiyaya dikkat kılın. Yani dikkat kılın, Amerika'da baj islahatı elip berilevatıdır. Prezident Trump'ın galbisi Jungo'ga en eğer xrestar. Mavzulu haber 12. ayının 3. günü Dovit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi 12 ayının 2 günü sərdə 51 bilatning qo'shilishi 49 bilatning qarıştırışı orqali boj islohoti qonun loyihasini ma'qulladi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Amerikada elib berilgan boj islohoti butun yer sharida boj elishni qisqartirish to'lqinini qo'zg'aydi. Jungo bir iqtisod gavdasi bo'lish sifati bilan intayin eğer xresqa duch keladi. Universal matbuotlar 12 ayının 3 günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikada elib berilgan boj islohoti harakati tafovut bejini 35%dan 20%ga tushirdi. Aqsaray iqtisod komiteti mundaq faraz qildi. Boj islohoti loyihasi Amerikada har bir oilaning yillik kirimini $4,000 ortiq köpeytidi. Jungo hozirgi zaman xalqaro munosabatlar tadqiqot institutidan Chin Pingying mundaq hisobladi. Dunyo miqyosida boj qisqartirish to'lqini qo'zg'aladi. Navbatda Angliya, Fransiya qatorliq davlatlar boj qisqartirish loyihasini o'ttirga elib chiqyotdi. 2018-yili butun yer sharida boj islohoti elib boradigan bir yil bo'ladi. O'xshashda Amerikada elib berilgan boj islohoti ko'p taraflardan Jungo'ga ta'sir ko'rsatdi. Birinchi, diqqat vatandoshim. Amerikada elib berilgan boj islohoti Amerikaning Jungo'dagi shirkatlarini chekinib chiqishga rag'batlantirdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Amerikaning boj elishi intayin tuvan bo'ladi. Siyosat bilan savdo munosabati aniq bo'ladi. Jungo'da tijorat qilayotgan Amerika shirkatlari Jungo'dan chekinib chiqdi. Bo'libmi Prezident Trumpning boj islohotida chet eldagi privatning qaytib kelishi, boj elish ramkasining o'zgarishi Amerika shirkatlarining Jungo'dan chekinib chiqishini texmo rag'batlantirdi. Bu ish Jungo'ni ishga o'rinlashish va fuqarolik kirimining tuvallab ketishidan iborat oqibatga duchor qiladi. Ikkinchi, Jungo'ning kapitali sirtqa qochadi. Nurg'unlagan mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump vazifaga o'tirgan bir yildan beri savdo bilan mablag' siyosatini tartibga soldi. Nurg'unlagan Jungo shirkatlarini Amerikaga mablag' solishga rag'batlantirdi. Endi boj kamaytirish qonun loyihasi orqali butun dunyo bo'yicha shuncha tez sur'at bilan Amerikaga shuncha darajada yetkazildiki, Jungo'ning sanoat kasbiga intayin zo'r zarba berib keladi. Dollar Amerika bozoriga shunday yetkazildi. Uchinchi, Xitoy xalq pulining qimmati tushdi. Diqqat, bu masala eng og'ir masala, hurmatli vatandoshlar. Bu siz biz o'ylaydigan tegishli masala. Uchinchi, Xitoy xalq pulining qimmati tushdi. Germaniya bankasi mundaq ko'rsatdi. Amerikada boj islohoti elib berilgandan keyin xalq pulining qimmati yana bir qatim to'lqin xarakterlik tushdi. Xalq pulining qimmati 8%dan 3%gacha tushdi. Bu bank yana mundaq tahlil qildi. Amerikaning bu bir qatimliq boj islohoti, zo'r miqdorda kapitalning Amerikaga eqib kelishini jalb qildi. Bo'libmi Jungo avval bu zarbaga uchraydi. Bu albatta privat almashtirishni yuqori ko'taradi. Bozor nuqtasidan nazardan qaraganda Jungo'ning taqobil turish chorasi Amerikaga agishib boj tuvallatgandan boshqa yana pul qimmatini tushirish. Ikkisi selishtirib aytganda pulning qimmatini tushirish boj tuvallatishdan jalliq bo'ladi.
Agar Amerikani doğrab tapovat böjini kemletadigan bolsa, maliya jiddiylik kelip chiqadi. Jungo agar Amerikani doğrab tapovat böjini kemaytiradigan bolsa, u chaqda deydi. Jungo'da pul qimmatini tushirish tüvelsinjallik bo'ldi. Agar Amerikani doğrab tapovat böjini kemaytiradigan bolsa, maliya jiddiyligi paydo bo'ladi. Şuna Germaniya bankası Jungo'da pul qimmatini tushirish bu eng unumli usul deb ko'rsatdi. Demak, oxir markazlashib Germaniya ko'rsatayotgan aql bo'yicha pulning qimmatini tushirishsan. Amerikada baj islohoti elib berilgandan keyin Jungo'ning ishlab chiqarish vositalari va odam kuchi jihatiga ustunligiga besim paydo qildi. O vaqt yetganda jamiyatning muqimligi Jungo uchun intayin zo'r masalaga aylandi. Shunga tahlilchilar hisobladiki, bu intayin zo'r xaristar. Kechiringlar do'stlarim, tuyuqsiz yomon qattiq sovuq tushib ketdi. Bu yerda diqqat qilinglar, boshini qo'yib turaylik, boshini qo'yib turaylik. Bir og'iz gap tahlil qilatdik, tahlil qilolmadik. Vaqt sovuq yomon sat sovuq bo'lib ketdi hozir. Birli gap pulning qimmati tushdi degan gap. Agar siz bankada qo'ygan 2 yuan pulingiz bo'lsa, burun 1 yuandan 1 yuanday xarjlagan bo'lsangiz, bu qatim 1 yuanlik xarjlash ehtiyojiga birdimi setib olish hisobiga siz 1 yuanni emas, 2 yuanni qo'shib chiqarasiz. Bankada pulingiz tugadi degan gap. Mana bu Jungo'ga elib keladigan eng zo'r xaris. Vaqti yetganda tahlil qilamiz. Maqolani saqlab qo'yman. Xayr xo'sh, vatandoshlarim. Bizanglar tahlil qilib turinglar. Ma buga yema sovuq tushib ketdim bo'ldi hozir tuyuqsizlar.